Koreyada kunida $100, oyda $3000 topish mumkinmi? Fa'aliyatim bugun disiplina 74-kun va bugungi mavzu demak Koreyada kunida $100, oyda $3000 ishlab topsa bo'ladimi yo'qmi shuni ko'rib chiqamiz. Albatta 74 tarjimani qilgan holda kuningiz xayrli o'tsin. Ha, Koreyada $3000 topishning imkoni bor, lekin bu degani siz $3000 hammasini uyingizga jo'natasiz degani emas. Kamida $500 dan $700 gacha bo'ladigan rasxodlarni ayirib tashlashingiz kerak bo'ladi. $3000 ni Koreya vonida hisoblab ko'ramiz. Hozirda Koreyaning valyuta kursi $1000 ga pasti 1,5 million won to'g'ri kelmoqda. $3000 degani esa siz oyiga 4,5 million won ishlab topishingiz kerak degani. Bundan tashqari xarajatlarni hisoblasak, oyida 500 ming wondan 700 ming wongacha xarajat qilasiz. Demak, siz oyiga где-то 5 milliondan ortiqroq pul ishlab topishingiz kerak. Bu degani esa kuniga 170 mingdan ishlashingiz kerak. Agar siz o'qish uchun keladigan bo'lsangiz, kuniga 170 ming won topish juda ham qiyin bo'ladi, chunki siz darsga ham borib qatnashishingiz kerak bo'ladi. Agar yo'q, har kun ishlayman, darsga bormayman degan taqdiringizda ham har kun ishlab bilmaysiz, chunki haftada 6 kunlik ish kuni bo'ladi. Bu degani siz oyda 4 kun ayirib tashlashingiz kerak dam olish kuniga, lekin oyda $3000 topsa bo'ladi, ammo bu hamma ham $3000 topadi degani emas. Topadiganlar bor va nasib qilsin bizga ham topish.